Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, kim bozorga kiryatib la ilaha illalloh vahdahu la sharika lahu lahul mulku va lahul hamd yuhyi va yumit va huwa hayyun la yamut biyadihil khayr va huwa ala kulli shay'in qodir deb o'qisa, ixlos bilan unga millionta savob yoziladi, millionta gunohi o'chiriladi va darajasi million marta ko'tariladi. Boshqa bir rivoyatda unga jannatdan uy quriladi deydi. Haligi gapda, ya'ni Allohning o'zidan ibodatga sazovor zot yo'q, u zot tirikdir, qayyumdir deb Allohning sifatlarini aytib kirgan odam, shunga iymon keltirgan odam bozorda yolg'on gapirmaydi, birovni aldamaydi, shaytonning vasvasasiga uchmaydi, sog' kirib sog' chiqadi.